Mikro loyihalarga qo'yilgan talabdan kelib chiqib, amalga oshirilayotgan mikro loyihalarni monitoringini olib boradi. Ijtimoiy reyestrga kiritilgan oilalarning haqiqiy holatini o'rganib, ularni kambag'allikdan chiqarish uchun subsidiya, kredit olish va kasb hunari o'qitish hamda bo'sh ish o'rinlarini ishga joylashtirish choralari ko'riladi mikro loyihalarda. Bir mahsulot dastur doirasida amalga oshiriladi. Qishloq xo'jaligi loyihalarini amalga oshirish uchun o'rganish olib borish tadbirkorlarga ko'maklashadi. Loyihalarni moliyalashtirishda keyingi bosqichlarda biznes reja ko'rsatkichlarining bajarilishi, ishlab chiqarilgan mahsulot realizatsiyasi, kreditning o'z vaqtida qaytarilishi hokazo bo'ladi. Tashabbuskorlarga har tomonlama ko'mak ko'rsatadi. Mahallaning ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini yaxshilash, jumladan yangi ish o'rinlarini yaratish, hisobiga ishsizlik darajasini kamaytirish, kambag'allikni qisqartirish va migratsiyadan qaytganlarni ish bilan ta'minlashga ko'maklashiladi. Uch tajribasida tadbirkorlar va biznes bilan shug'ullanish istagidagi aholi bilan manzilli ishlash tizimi asosida tuman hokimlari tadbirkorlar bilan banklar esa mijozlar bilan muntazam uchrashib, ularga biznesini kengaytirishda ko'maklashish hamda tijorat banklari tomonidan moliyaviy ko'mak masalasiga yordam berish orqali aholi bandligini ta'minlash. Zardob tajribasi sanoat, savdo, xizmat va zamonaviy agrotexnologiyalar sohasida kamida 5 tadan driver loyiha ishlab chiqish, yangi loyihalarni tumanlardagi sanoat zonalari bo'sh turgan davlat obyektlariga joylashtiriladi.